qizlar. Klyosh yubkachani bichib ko'rsataman. Ana bel aylanasi olmish ekan. Bizga kerak. O'zi bu 2 qavat-ku mana materialimiz. Mana 2 buklangan. Mana bu tomoni yo'q, bu tomon ochiq mana. Bu yerda mana 2 bukladik. Bizga kerak ekan bel aylanasi yubka uzunligi. Ana endi bizga hozir bel aylanani 2 ga bo'laymiz. Ham oldi ham orqasi bo'libdi bu. Mana 2 ga bo'lasak 30 bo'ladi-ku. Mana ana bu yerdan 27 ni qo'yib bo'ldik mana. Ana bunday qilib 27 ni 30 bo'lsa 2-3 sm kam qilib ana shuni uchburchak qilib qo'yib olasizlar. Keyin o'shani buni aylantirgan vaqtga 30 chiqadi. Mana hozir bu 27 chiqibdi. Ana endi shu yerdan o'lchaysiz qanday ishladi? 19 bo'libdi mana 19. Ana endi ana shu 19 ni chizib chiqamiz mana. Mana 19 ana. Bunaqasini ham hamma joy 19 bo'libdi mana. 19 ni aylantirib mana chizib oldik. Mana chizib oldik. Ana endi bizga yubka uzunligi kerak. 45 ta qilibman. Ana bu yoqqa yana setkacha bilan o'zidan yana solinadi. Ana 45 ni olaman. Ana 45 ana chizgan joyimizdan 45 qilib olamiz. Mana. Yubka uzunligimiz. Ana. Yubka uzunligimizni chizib oldik. Kesib olamiz. Yubkachamizni bichib oldik ana. Ham orqasi ham oldi bo'libdi bu. Ana endi mana shu joyini, mana shu kesgan joyimizni mana bunaqa setkani men taxlab oldim, to'g'ri kesib oldim mana. 2 qavat qildim, bir qavati bu material qalin uchun 2 qavat qildim. 12 ta qildim u qatlab oldim mana. 12 ta qildim, 2 buklab, uttuklab oldim. Video uzun bo'lib ketmasin deb mana. 12 ta qildim, buklab oldim, 6 ta bo'lib, bu yoqdan bitta tikishga ketsa agar 4 sm qoladi bizga. Mana bu etaga tikamiz, keyin yana o'zidan solinadi. Mana setkasini taxlab oldim. Ana endi mana shu kesgan joyimizdan 6 sm dan qilib mana yana qirqib olamiz. Setkadan keyin solishimiz uchun. Mana 6 sm qilib ana shuni qanday kesgan bo'lsak, shuni aylantirib ketamiz. 6 sm dan qilib. Ana. Bunaqa bezak setkacha solish uchun faqat shu 6 sm kesasizlar. Bitta yuqoriga, bitta pastdan tikishga ketgan vaqtga 4 sm qoladi. Bunaqa bezakcha o'zi shu 4 sm dan ziyod bo'lsa, xunuk ko'rinadi. O'sha uchun 6 sm dan qilib olasizlar. To'rtchani ham, pastini ham. Ana. Buni ham kesib olamiz, aylantirib. Mana kesib oldik mana etagini. Ana endi buni tayyorlab olgan setkachamizni hozir buni etagiga tikib chiqamiz. Berin biqinni tikamiz, bu yerdan zamochka joyi qoldiramiz. Mana bu yerdan zamochka joyi qoldiramiz 18 tayu. Keyin birinchi to'rtchani tikamiz. To'rtchani tikib chiqqandan keyin buni pastidan tikib chiqamiz ana bunday qilib. Mana. Ana. Agar bunimizga qitta ozgina yetmasligi mumkin, setga qo'shilgandan keyin beri uzun bo'lib ketadi. Bunga yana ozgina qo'shiladi. Mana, yetmaydi bu. Setga qo'shilgandan keyin bu yetmaydi. Ana.
ana shunday qilib solib olamiz tikib. Birinchi setkachani tikamiz, keyin pastidan buni tikib olamiz. Mana qizlar, mana yubkachani bel aylanasi 60 edi. Ana endi hozir tasmachani mana biza 65 qilib oldim. 5 cm ziyod bo'lishi kerak. Mana 8 cm kengligi. Mana 8 cm kengligini oldik. Uzunligini esa 65 qilib oldim. Mana buklab klevoy yopishtirdim. Mana buklab ut qilib oldim. Ana endi buni biqinini tikamiz. Mana bu zamochkani tikamiz biqiniga. Keyin tasmachani tikamiz. Hozir men ko'rsataman. Mana biqindagi tikishini oxirigacha tikib oldik. Mana zamochkani rosta tarafga qo'yib oldik tikish joyisidan. Mana endi zamochkani tikib olamiz. Zamochkani tikib oldik. Mana endi mana shu tikkan joyimizni so'tib chiqamiz. To mana zamochkani pastigacha so'tamiz. Keyin zamochkani ochib yopiladigan bo'ladi. Mana tasmachani ikki tarafini, mana bir tarafini 1,5 cm tikib oldim. Ikkinchi tomonini esa 5 cm ziyod edi-ku. Ana shu 5 cm ziyodni mana belgiladim. Bu yoqdan 1,5 cm tikib kelaman. Bu yerdan 1 cm bu yoqdan qoldirib, mana shu yergacha belgilagan joyimgacha mana bu tomoni 60 ta bo'lyapti. Yubkachaga tikiladigan joyi. Mana ana shu yergacha tikib kelaman men hozir. Shu yerga kelib zakripka beraman. Oldim mana belgilagan joyimgacha ana endi mana bu kunjaklarini qirqib tashlaymiz bizga yaxshi uch berishi uchun rosta qilgandan keyin mana ana shu qirqqan joyimizni ana shu tikkan joyimizgacha qirqib olamiz. Mana ana qirqib oldik. Buni ham ziyodsini kesib tashlaymiz. Mana bu tomonini ham tikib olganmiz. Bu yoqni ham kunjagini kesib tashlaymiz. Mana endi rosta qilamiz buni. Rosta qilib oldik. Bu tomonni ham rosta qilib olamiz.
ana bizaga mana bu mana bir tugma joyi uchun tugma joyi ochiladi, u tarafiga tugmacha bo'ladi, tugmachani o'tkazish uchun kerak. Ana endi mana bu ziyod bo'lgan joyisini mana 1 santimetr bor-ku, shuni ana bunday qilib qo'lga tikamiz avval. Qo'lga ana shunday qilib ildirib chiqamiz ikki tarafini-yu. Keyin shuni arasiga qoldirib mana zamochkasini nima qilib oldik mana. Mana zamochkani tikib oldik. Ana shuni arasiga tiqib, mana shu ikki tarafni qaytarib chiqqanimizdan keyin shuni arasiga qoldirib, mana anamni arasiga qoldirib, keyin stroshka olib chiqamiz. Bu yoqdan ham tikish ko'rinmaydi. Mana ana bu nima tugma joyi uchun ozgina qoladi mana 4-5 santimetr. Mana yubkachamiz tayyor bo'ldi. Mana zamochkasi. Mana zamochkasi ham ko'rinmaydi mana. Mana tugma joyi ochdim, petli ochdim. Mana bu yerga tugmachani mana o'tkazib oldim. Mana yubkachamiz tayyor. Etagini overlock qilib 1 santimetr qaytarib oldim mana. O'tuglab chiqdim. Mana yubkachamiz tayyor bo'ldi. Mana yubkachamiz tayyor bo'ldi. Qizlar, mana tikuvchilik kitoblari, mana Müller kitobini 3 ta kitobi ham, yo'laklari, bluzkalar, palto jakit, yubka burukasi ham o'zbekchasi. Mana bu tikish bichish paltova, bu ham zo'r kitob. Mana bu Müller yo'nalishida ishlaydigan qizlarimiz uchun Müller hisob kitob daftari. Mana shular kimga kerak bo'lsa agar lichkamga yozinglar.